Bilimdan o'zga najot yo'q. Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar va aziz ishtirokchilar. Ko'rib turganingiz idrok intellektual o'yini. Ushbu o'yinda o'z ta'lim muassasalarida eng a'lochi va eng faol o'quvchilar bellashadi. O'yinimiz maktab o'quvchilari uchun mo'ljallangan. Keling, endi men sizlarni bugungi o'yinimiz ishtirokchilari bilan tanishtirib o'taman. Tanishing, birinchi ishtirokchi Urganch shahar 16-son maktab o'quvchisi Feruza Abdullayeva. U Polsha davlatiga sayohatni rejalashtirgan. Uning sevimli asari Kichkina shahzoda. Va bizning ikkinchi ishtirokchimiz Urganch tuman 17-son maktab o'quvchisi Shohjahon Odilbekov. U Shveysariya davlatiga sayohatini rejalashtirgan. Uning sevimli asari Sariq devni minib. Va bizning so'nggi 3-raqamli ishtirokchimiz Yangibozor tuman 20-son maktab o'quvchisi Xolida Rustamova. U Germaniya davlatiga sayohatini rejalashtirgan. Uning sevimli asari O'tgan kunlar. Endi esa men sizlarni bugungi o'yinimiz eksperti bilan tanishtirib o'taman. Tanishing, Zakovat intellektual klubi, nodavlat notijorat tashkiloti, Xorazm viloyati hududiy koordinatori, Shuhrat medali sohibi Azamat Matkarimov. Bizni o'yinimiz qonun qoidalari bilan Azamat Matkarimov tanishtirib o'tadi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum hurmatli bilimdonlar. Aziz yurtdoshlar, biz Zakovat intellektual klubi, nodavlat notijorat tashkiloti va Xorazm teleradio kanali bilan hamkorlikda idrok intellektual o'yinini boshlamoqdamiz. Demak, biz siz azizlarga bugungi o'yinimiz qonun qoidalarini qisqacha tushuntirib o'tamiz. Bizda jami 3 ta turdan iborat bahslar bo'lib o'tadi. Bular 2 ta tur va final bahslaridan iborat bo'ladi. Biz har bir turda 5 tadan mavzu o'ynaymiz va har bir mavzuda biz 5 tadan savol o'ynaymiz. Har bir savolning o'z qiymati bor. Bular 10, 20, 30, 40 va 50 ballik qiymatdagi savollar bo'ladi. Agar ishtirokchilar o'sha savolga to'g'ri javob variantini berishsa, albatta shu savolga mos qiymatni qo'lga kiritishadi. Agar noto'g'ri javob variantini berishsa, unda o'sha qiymatning qarama-qarshisi, ya'ni manfiyini qo'lga kiritishadi. Demak, biz ishtirokchilarimizga omad tilagan holda birinchi turimizni boshlaymiz. Demak, aziz ishtirokchilar, tayyor bo'lsangiz, men birinchi tur mavzularini o'qib eshittiraman. Tanishing, birinchi turning birinchi mavzusi topishmoqlar, ikkinchi mavzu o'zbek adabiyoti, uchinchi mavzu chet el so'zlari, to'rtinchi mavzu Disney va so'nggi 5-mavzu barcha javoblar V harfidan boshlanadi. Endi esa navbat birinchi turning birinchi mavzusi bo'lgan topishmoqlar mavzusiga. Ushbu topishmoqni diqqat bilan tinglang. O'zi yumshoq mazali, sedanali, jizzali, xushbo'y hidi taralar bozorlarda sotilar. Diqqat, savol, topishmoqning javobini toping. Vaqt ketdi. Demak, bizda birinchi raqamli ishtirokchimiz Feruza Abdullayeva. Sizning javobingiz kulcha. Barakalla, bu juda ham to'g'ri javob edi. Bu yerda aynan kulcha yoki non nazarda tutilayotgan edi. Siz topishmoqlar mavzusining ilk 10 ballik savoliga to'g'ri javob berdingiz va 10 ballni qo'lga kiritganingiz bilan sizni tabriklaymiz. Endi esa navbat topishmoqlar mavzusining 20 ballik savoliga. Hammaga tegar foydam, xomligimda aslo yemang. Ko'rinishim jigarrang, miyaga ozuqaman. Diqqat, savol, topishmoqning javobini toping. Vaqt ketdi. Bizda yana birinchi raqamli ishtirokchimiz chaqqonlik bilan tugmachani bosdilar va Feruza, sizning javobingiz Yong'oq. Barakalla, yong'oq javobi juda ham to'g'ri edi. Ya'ni miyaga ozuqaman deyilganda bu yerda aynan yong'oq nazarda tutilayotgan edi. Endi esa navbat bizda topishmoqlar mavzusining 30 ballik savoliga. Topishmoqni diqqat bilan tinglang. Do'konlarda sotilar juda muzdek muz emas. Uni ko'rib bolalar qilar rosa xarxasha. Diqqat, savol, topishmoqning javobini toping. Vaqt ketdi. 3-raqamli ishtirokchimiz Xolida, sizning javobingiz Muzqaymoq. Barakalla, muzqaymoq juda ham to'g'ri javob edi. Ya'ni bu yerda juda muzdek muz emas, uni ko'rib bolalar qilar rosa xarxasha. Bu yerda aynan muzqaymoq nazarda tutilayotgan edi. Lekin biz qish faslida muzqaymoq yeyishni bolalarga tavsiya qilmaymiz. Endi esa navbat bizda topishmoqlar mavzusining 40 ballik savoli. O'xshaydi u bananga, ammo rangi sariq emas. Uzun kalta cho'tir-cho'tir, rangi yashil qovun emas. Diqqat, savol, topishmoqning javobini toping. Vaqt ketdi.
Bizda yana birinchi raqamli ishtirokchimiz Feruza, sizning javobingiz? Bodring. Barakalla, bodring javobi juda ham to'g'ri edi. Demak, bu yerda o'xshaydi u bananga deyilganda bodring nazarda tutilayotgan edi. Endi esa navbat bizda 50 ballik savolga topishmoqni tinglang. Dalada o'sar yashil, quritilar quyoshda. Bozorga kelsa qora, uyga kelsa qizil ko'k. Diqqat, savol topishmoqning javobini toping. Vaqt ketdi. Ikkinchi raqamli ishtirokchimiz Shohjahon, sizning javobingiz? Tarvuz. Yo'q. Afsuski, bu noto'g'ri javob edi. Boshqa ishtirokchilarimizda to'g'ri javob berish imkoniyati hali ham mavjud. Demak, bizda birinchi turning birinchi mavzusi bo'lgan topishmoqlar mavzusining so'nggi 50 ballik savoliga to'g'ri javob varianti bo'lmadi va bu savolning javobi choy edi. Ya'ni uyga kelsa qizil ko'k deganda choyni nazarda tutilayotgan edi. Birinchi turning birinchi mavzusi bo'lgan topishmoqlar mavzusi ham o'z nihoyasiga yetdi. Endi esa navbat birinchi turning ikkinchi mavzusi bo'lgan o'zbek adabiyoti mavzusiga. Ushbu mavzuni boshlashdan oldin men Shohjahonga bir savol bilan yuzlanmoqchiman. Shohjahon, siz o'zbek adabiyotiga qiziqasizmi? Ha, albatta. Masalan, qaysi yozuvchilarning asarlarini sevib o'qiysiz? Erkin Vohidov, O'tkir Hashimov kabi yozuvchilarning asarlarini sevib o'qiyman. Barakalla. Unda o'ylaymizki, ushbu mavzudagi savollar aynan siz uchun bo'lishi mumkin va boshqa ishtirokchilarimizga ham omad tilagan holda men 10 ballik savolni o'qib eshittiraman. Ushbu ijodkor o'zbek xalqining eng sevimli shoirlaridan biri bo'lib, u xalq shoiri unvoni bilan taqdirlangan. Uning she'rlari juda sodda, samimiy va xalqchil tilda yozilganligi bilan ajralib turadi. Shoirning vatan, ona va muhabbat haqidagi ko'plab she'rlari mashhur qo'shiqlarga aylangan. Diqqat, savol, bu qaysi shoir? Vaqt ketdi. Bizda birinchi raqamli ishtirokchimiz Feruza, sizning javobingiz? Muhammad Yusuf. Barakalla. Muhammad Yusuf juda ham to'g'ri javob edi. Ya'ni Muhammad Yusuf Lola Qizg'aldoq, Tanish teraklar kabi to'plamlari bilan o'zbek she'riyatiga yangi nafas olib kirdi. U o'z asarlarida o'zbekona lutf va samimiyatni mahorat bilan tasvirlagan. Endi esa navbat bizda o'zbek adabiyoti mavzusining 20 ballik savoliga. Ushbu adib bolalar adabiyotining yirik vakili bo'lib, u Oltin silsila va Shuhrat medali bilan taqdirlangan. Uning asarlari o'ziga xos yumor va qiziqarli sarguzashtlarga boy. Oltariq hangomalari, Meshpolvonning sarguzashtlari va Olovjon va uning do'stlari kabi asarlari bolalarning eng sevimli kitoblariga aylangan. Diqqat, savol, bu qaysi yozuvchi? Vaqt ketdi. Bizda yana birinchi raqamli ishtirokchimiz Feruza, sizning javobingiz? Anvar Obidjon. Barakalla. Anvar Obidjon javobi juda ham to'g'ri edi. Ya'ni Anvar Obidjon o'zining hajviy asarlari va qiziqarli ertak qissalari bilan o'zbek bolalar adabiyotini boyitgan sermahsul ijodkordir va biz ham yoshligimizda Anvar Obidjonning asarlari va bir qator she'rlarini maroq bilan tinglaganmiz va yod olganmiz. Endi esa navbat bizda o'zbek adabiyoti mavzusining 30 ballik savoliga. Ushbu buyuk shoir tarixchi va tarjimon Xiva xonligida yashab ijod qilgan. U nafaqat go'zal g'azallar yozgan, balki Riyoz-ud-Davla kabi tarixiy asarlar muallifi hamdir. Shuningdek, u jahon adabiyotining durdona asarlarini, jumladan Sa'diy Sheroziyning Guliston asarini o'zbek tiliga mahorat bilan tarjima qilgan. Diqqat, savol, bu qaysi ijodkor? Vaqt ketdi. Bizda yana birinchi raqamli ishtirokchimiz Feruza, sizning javobingiz? Ogahiy. Barakalla. Ogahiy javobi juda ham to'g'ri edi. Ya'ni Muhammad Rizo Erniyozbek o'g'li Ogahiy o'zining mumtoz adabiyotining yirik vakili bo'lib, u o'zidan boy adabiy va tarixiy meros qoldirgan. Endi esa navbat bizda o'zbek adabiyoti mavzusining 40 ballik savoliga. Ushbu yozuvchi zamonaviy o'zbek nasrining yirik vakili bo'lib, u o'zining Lola va Galatepaga qaytish kabi qissalari bilan mashhur. Uning Lolazor romani o'zbek adabiyotida ijtimoiy-psixologik yo'nalishdagi eng kuchli asarlardan biri hisoblanadi. Adib asarlarida qishloq hayoti va inson ruhiyati tahlili ustuvorlik qiladi. Diqqat, savol, bu qaysi adib? Vaqt ketdi. Bizda yana birinchi raqamli ishtirokchimiz Feruza, sizning javobingiz? Murod Muhammad Do'st.
Barakalla, sizning javobingiz juda ham to'g'ri edi. Ya'ni Murod Muhammad Do'st o'z asarlarida milliy xarakter va jamiyatdagi o'zgarishlarni o'ziga xos til va uslubda mahorat bilan aks ettirgan. Ochig'ini aytsam, ushbu mavzu menga juda ham yoqyapti, chunki Feruza barcha savollarimizga to'g'ri javob bermoqda va so'nggi 50 ballik savolimizga ham boshqa ishtirokchilarimizdan javoblarni kutib qolamiz. 50 ballik savolni tinglang. Ushbu adib aslida ozarbayjonlik bo'lsa-da, o'zbek adabiyoti va madaniyatining rivojiga ulkan hissa qo'shgan. U shoir, dramaturg va olim sifatida tanilgan. Uning Mirzo Ulug'bek va Jaloliddin Manguberdi kabi tarixiy dramalari o'zbek dramaturgiyasining durdonalari hisoblanadi. U o'zbek xalqining ma'naviy boyligini yuksak qadrlagan ijodkordir. Diqqat, savol, gap qaysi ijodkor haqida ketmoqda? Vaqt ketdi. Bizda yana birinchi raqamli ishtirokchimiz Feruza ushbu mavzuda juda ham faol bo'ldilar va sizning javobingiz Maqsud Shayxzoda. Barakalla, Feruza, sizning javobingiz juda ham to'g'ri. Maqsud Shayxzoda Toshkent davlat pedagogika institutida ko'p yillar dars bergan va Alisher Navoiy ijodini tadqiq etishda katta xizmat qilgan. Mana azizlar, bizda birinchi turning ikkinchi mavzusi bo'lgan o'zbek adabiyoti mavzusini Feruza o'z faolligi bilan yakunladi. Endi esa navbat bizda birinchi turning uchinchi mavzusi bo'lgan chet el so'zlari mavzusiga. O'ylaymanki, ushbu mavzu ham ishtirokchilarimiz uchun qiyinchilik tug'dirmaydi va ishtirokchilarimiz tayyor bo'lsa, men 10 ballik savolni o'qib eshittiraman. Qadimgi Yunon tilidan dahshatli kaltakesak so'zlari shunday atalgan. Diqqat, savol, shunday o'rnidagi so'zni toping. Vaqt ketdi. Demak, bizda ushbu mavzumizda 10 ballik savolga to'g'ri javob varianti bo'lmadi va bu savolning javobi dinozavr edi. Ya'ni Deinos dahshatli, Sauros kaltakesak degan ma'nolarni anglatadi. Endi esa navbat bizda chet el so'zlari mavzusining 20 ballik savoliga. Ushbu transport vositasi barcha uchun mo'ljallangan o'zi yuruvchi vosita deb atalgan. Nomi ikkita so'zning birlashuvidan hosil bo'lgan. Diqqat, savol, uning nomini toping. Vaqt ketdi. Bizda ikkinchi raqamli ishtirokchimiz Shohjahon, sizning javobingiz Avtobus. Barakalla. Avtobus javobi juda ham to'g'ri edi. Ya'ni avtobus omnibus so'zlaridan tashkil topgan. Endi esa navbat bizda chet el so'zlari mavzusining 30 ballik savoliga. Yevropada ushbu sabzavotni uzoq vaqt zaharli deb hisoblashgan va asosan gullari uchun o'stirishgan. Hozirda esa u eng ko'p yetishtiriluvchi o'simliklardan biridir. Diqqat, savol, ushbu sabzavotni toping. Vaqt ketdi. Birinchi raqamli ishtirokchimiz Feruza, sizning javobingiz Pomidor. yo'q. Afsuski, bu noto'g'ri javob edi. Boshqa ishtirokchilarimizda to'g'ri javob berish imkoniyati hali ham mavjud. Demak, chet el so'zlari mavzusining 30 ballik savoliga to'g'ri javob varianti bo'lmadi va bu savolning javobi kartoshka edi. Bilamizki, Yevropada kartoshkani uzoq vaqt zaharli deb hisoblashgan va asosan gullari uchun yetishtirishgan. Endi esa navbat bizda chet el so'zlari mavzusining 40 ballik savoliga. Sportda uchrovchi uni 1891-yili irlandiyalik mutaxassis taklif qilgan. Bu qo'polliklar sonini kamaytirishga yordam bergan. Diqqat, savol, ushbu irlandiyalik mutaxassis familiyasini toping. Vaqt ketdi. Ikkinchi raqamli ishtirokchimiz Shohjahon, sizning javobingiz Fall. yo'q. Afsuski, bu noto'g'ri javob edi. Boshqa ishtirokchilarimizda to'g'ri javob berish imkoniyati hali ham mavjud. Chet el so'zlari mavzusining 40 ballik savoliga ishtirokchilarimiz tomonidan to'g'ri javob varianti bo'lmadi va bu savolning javobi penalti edi, ya'ni penalti futbolda uchraydi. Endi esa navbat bizda chet el so'zlari mavzusining so'nggi 50 ballik savoli. Lotincha
darvoza so'zi bilan aytiluvchi bu joylarning eng kattasi dengiz bo'yidagi Shanxayda joylashgan. Keyingi o'rinda Singapur turadi. Rotterdamda ham katta U joylashgan. Diqqat, savol, uni toping. Vaqt ketdi. Ikkinchi raqamli ishtirokchimiz Shohjahon, sizning javobingiz? Port. Barakalla. Port javobi juda ham to'g'ri edi. Ya'ni port lotincha darvoza so'zi bilan aytiluvchi so'z hisoblanadi. Mana azizlar, bizda birinchi turning 3-mavzusi bo'lgan chet el so'zlari mavzusi ham o'z nihoyasiga yetdi. Endi esa navbat birinchi turning 4-mavzusi bo'lgan Disney mavzusiga. 10 ballik savolni tinglang. Umid qilamanki, biz bitta narsani unutmaymiz. Hammasi bitta sichqonchadan boshlangan. Bu gaplar 1901-yilda tug'ilgan insonga tegishli. Diqqat, savol, bu inson kim? Vaqt ketdi. Birinchi raqamli ishtirokchimiz Feruza, sizning javobingiz? Walt Disney. Barakalla, Walt Disney juda ham to'g'ri javob edi. Ya'ni Walt Disney o'zining Disney kompaniyasi muvaffaqiyati va Mickey Mouse personaji haqida shunday degan edi. Endi esa navbat bizda Disney mavzusining 20 ballik savoliga. Ushbu ikki personajga ovoz berganlar haqiqiy hayotda ham turmush qurishgan ekan. Diqqat, savol, gap qaysi ikki Disney personajlari haqida ketmoqda? Vaqt ketdi. Demak, Disney mavzusining 20 ballik savoliga ishtirokchilarimiz tomonidan to'g'ri javob varianti bo'lmadi va bu savolning javobi Mickey va Minnie Mouse edi. Endi esa navbat bizda Disney mavzusining 30 ballik savoliga. Ushbu jonivorlarni o'rganadigan bir qancha olimlar Simba multfilmi uchun Disneyni sudiga bergan. Chunki ushbu jonzotlar multfilmda yovuz va jirkanch buzg'unchi qilib tasvirlangan edi. Diqqat, savol, ushbu jonivorlarni toping. Vaqt ketdi. Birinchi raqamli ishtirokchimiz Feruza, sizning javobingiz? Sirtlonlar. Barakalla, bu juda ham to'g'ri javob edi. Bu yerda aynan giyenalar yoki sirtlonlar nazarda tutilayotgan edi. Endi esa navbat bizda Disney mavzusining 40 ballik savoli. 1961-yildagi ushbu animatsiya personajlarini tasvirlash uchun 6.469.952 ta nuqta chizilgan ekan. Diqqat, savol, gap qaysi Disney multfilmi haqida ketmoqda? Vaqt ketdi. Demak, bizda Disney mavzusining 40 ballik savoliga to'g'ri javob varianti bo'lmadi va bu savolning javobi Bruzbitta Dalmatin edi. Ya'ni ushbu multfilmda tasvirlash uchun 6.469.952 ta nuqta ishlatilgan ekan. Endi esa navbat bizda Disney mavzusining 50 ballik savoliga. Sidney shahrida 1974-yilda ular uchun atalgan dastlabki maktab ochilgan. Ular ushbu maktabni bitirgach, xo'jayinlari uchun yaxshi suhbatdoshga aylanishi aytiladi. Disneydagi ulardan biri bo'lgan personajning ismi Yago edi. Diqqat, savol, u o'rnidagi so'zni toping. Vaqt ketdi. Demak, bizda birinchi raqamli ishtirokchimiz Feruza, sizning javobingiz? To'tiqush. Barakalla, to'tiqush javobi juda ham to'g'ri edi. Maktabda to'tiqushlarning so'z boyligi orttirilib, yaxshi suhbatdosh tayyorlanadi. Disney multfilmlaridagi Olovuddinning to'tiqushining ismi esa Yago edi. Mana azizlar, bizda birinchi turning 4-mavzusi bo'lgan Disney mavzusi ham o'z nihoyasiga yetdi. Endi esa navbat birinchi turning 5-mavzusi bo'lgan barcha javoblar V harfidan boshlanadi mavzusiga. Demak, ishtirokchilarimiz tayyor bo'lsa, men 10 ballik savolni o'qib eshittiraman. Ushbu shahar Polshaning poytaxti bo'lib, Vistula daryosi bo'yida joylashgan. Ikkinchi jahon urushi paytida shahar deyarli butunlay vayron bo'lgan, biroq keyinchalik tarixiy chizmalar asosida qayta tiklangani uchun Feniks shahar nomini olgan. Diqqat, savol, bu qaysi shahar? Vaqt ketdi.
ikkinchi raqamli ishtirokchimiz Shohjahon, sizning javobingiz? Varshava. Barakalla. Sizning javobingiz juda ham to'g'ri edi. Ya'ni Varshavaning tarixiy markazi UNESCO Butunjahon merosi ro'yxatiga kiritilgan ekan. Endi esa navbat bizda 20 ballik savolga. Belgiyadagi ushbu kichik qishloq 1815-yilda tarixiy jang maydoniga aylangan. Aynan shu yerda Napoleon Bonapart boshchiligidagi fransuz qo'shinlari butunlay mag'lubiyatga uchragan va bu voqea Napoleon imperiyasining yakunlanishiga sabab bo'lgan. Diqqat, savol, gap qaysi shahar haqida ketmoqda? Vaqt ketdi. Demak, bizda 20 ballik savolimizga ishtirokchilarimiz tomonidan to'g'ri javob varianti bo'lmadi va bu savolning javobi Waterloo edi. Ya'ni Waterloo so'zi hozirgi kunda ko'chma ma'noda ham ishlatilib, kimningdir yakuniy va qat'iy mag'lubiyatini anglatadi. Endi esa navbat bizda 30 ballik savolga. Ushbu biologik tushuncha lotinchadan olingan bo'lib, zahar ma'nosini bildiradi. Ular hayotning hujayrasiz shakli bo'lib, faqat tirik hujayra ichidagina ko'paya oladi va turli yuqumli kasalliklarni keltirib chiqaradi. Diqqat, savol, bu nima? Vaqt ketdi. Ikkinchi raqamli ishtirokchimiz Shohjahon, sizning javobingiz? Virus. Barakalla. Bu juda ham to'g'ri javob edi. Viruslarni birinchi bo'lib 1892-yilda rus olimi Dmitriy Ivanovskiy kashf etgan. Ular mikroskop ostida turli shakllarda ko'rinadi. Endi esa navbat bizda 40 ballik savolga. Ushbu atama lotincha hayot so'zidan olingan bo'lib, inson organizmining normal ishlashi uchun zarur bo'lgan organik birikmalar guruhini anglatadi. Ularning yetishmasligi organizmda immunitet pasayishiga va turli kasalliklarga olib keladi. Diqqat, savol, gap nima haqida ketmoqda? Vaqt ketdi. Demak, bizda 40 ballik savolimizga ishtirokchilarimiz tomonidan to'g'ri javob varianti bo'lmadi va bu savolning javobi vitamin edi. Vitaminlar alifbo harflari bilan belgilanadi. Masalan, limon va namatakda C vitamini juda ko'p bo'ladi. Endi esa navbat bizda ushbu mavzuning so'nggi 50 ballik savoliga. Ushbu Janubiy Amerika davlati hududida dunyodagi eng baland sharshara Angel joylashgan. Shuningdek, bu mamlakat neft zaxiralari bo'yicha dunyoda yetakchi o'rinlardan birini egallaydi. Diqqat, savol, bu qaysi davlat? Vaqt ketdi. Ikkinchi raqamli ishtirokchimiz Shohjahon, sizning javobingiz? Venezuela. Barakalla, bu juda ham to'g'ri javob edi. Venezuela nomi kichik Venetsiya degan ma'noni anglatadi. Bu davlat tropik o'rmonlari va betakror tabiati bilan mashhur. Mana azizlar, bizda birinchi turimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Endi esa navbat ushbu turda bilimdonlarimizning ishtiroki va ular to'plagan ballarni bilish uchun ekspertimiz Azamat Matkarimovga yuzlanamiz. Marhamat. Mana aziz yurtdoshlar, ko'rib turganingizdek, bugungi o'yinimizning birinchi turi ham o'z nihoyasiga yetdi va unda bilimdonlarimiz ancha faol ishtirok etishdi va albatta deyarli barcha mavzulardagi savollarga to'g'ri javob berishga harakat qilishdi. Demak, biz siz azizlarga birinchi tur yakunlarini o'qib eshittiramiz. Demak, bizda birinchi raqamli ishtirokchimiz Feruza Abdullayevada birinchi tur yakuni bo'yicha to'plagan ballari 280 ballni tashkil qiladi. Ikkinchi raqamli ishtirokchimiz Shohjahon Odilbekovda birinchi tur yakuni bo'yicha to'plagan ballari 70 ballni tashkil qiladi. Va uchinchi raqamli ishtirokchimiz Xolida Rustamovada birinchi tur yakuni bo'yicha to'plagan ballari 30 ballni tashkil qiladi. Demak, biz ishtirokchilarga ikkinchi turda ham omad tilagan holda ikkinchi turimizni boshlaymiz. Mana aziz bilimdonlar, siz o'z natijalaringiz bilan ham tanishib olgan bo'lsangiz, endi esa men ikkinchi tur mavzularini o'qib eshittiraman. Tanishing, ikkinchi turning birinchi mavzusi so'zdan so'zlar yasang, ikkinchi mavzu matritsada T, I, M, uchinchi mavzu kimyoviy elementlar, to'rtinchi mavzu qiziqarli geografiya va so'nggi beshinchi mavzu poytaxtlar. Endi esa navbat
ikkinchi turning birinchi mavzusi bo'lgan so'zdan so'zlar yasang mavzusiga. Ushbu mavzuda ishtirokchilar boshlovchi tomonidan taqdim qilingan so'zdan foydalanib javoblarni topishi kerak va bugungi mavzumiz so'zi sekundomer. Tayyor bo'lsangiz, ushbu mavzuning ilk 10 ballik savolini tinglang. Ushbu so'z rus tilidan kirib kelgan bo'lib, tartib raqami, belgi, ajratish uchun berilgan raqam degan ma'noni bildiradi. Diqqat, savol, ushbu so'zni toping. Vaqt ketdi. Bizda birinchi raqamli ishtirokchimiz Feruza, sizning javobingiz? Domen. Yo'q. Afsuski, bu noto'g'ri javob edi va boshqa ishtirokchilarimizda to'g'ri javob berish imkoniyati hali ham mavjud. Demak, bizda 10 ballik savolimizga to'g'ri javob varianti bo'lmadi va bu savolning javobi nomer edi. Ya'ni nomer rus tilidan kirib kelgan so'z bo'lib, tartib raqami, belgi, ajratish uchun berilgan raqam degan ma'nolarni bildirar ekan. Endi esa navbat bizda 20 ballik savolga. Ushbu so'z rus tilidan kirib kelgan bo'lib, o'zbek tilida asosan quyidagi ma'nolarda ishlatiladi. Shim yoki kiyimni beldan mahkamlab turadigan tasma yoki dvigatel va mexanizmlarda harakatni bir qismdan boshqasiga uzatuvchi rezina yoki charm tasma. Diqqat, savol, ushbu ruscha so'zni toping. Vaqt ketdi. Bizda birinchi raqamli ishtirokchimiz Feruza, sizning javobingiz? Remen. Barakalla. Bu juda ham to'g'ri javob edi. Bu yerda aynan remen haqida gap ketayotgan edi. Endi esa navbat bizda 30 ballik savolga. Ushbu taom Turkiyaga xos mashhur taom bo'lib, nomi turkcha aylanmoq so'zidan kelib chiqqan. Go'sht maxsus vertikal aylanuvchi shampurda pishiriladi. Ushbu taom O'zbekistonda ham tez tayyorlanadigan sevimli taomlardan biridir. Diqqat, savol, ushbu taom turi qanday ataladi? Vaqt ketdi. Bizda yana birinchi raqamli ishtirokchimiz Feruza, sizning javobingiz? Danier. Barakalla. Bu juda ham to'g'ri javob edi. Bu yerda aynan Danier haqida gap ketayotgan edi. Endi esa navbat bizda 40 ballik savolga. Ushbu til imo-ishoralar tilidir. Xorijda ular televizion xabarlarning ajralmas qismiga aylangan. Bizda faqat juda muhim yangiliklarda, ya'ni onda-sonda ko'rinib qolishadi. Holbuki, rivojlangan davlatlarda bu kasb egalariga jiddiy e'tibor beriladi. Diqqat, savol, ushbu til qanday nomlanishini toping. Vaqt ketdi. Bizda yana birinchi raqamli ishtirokchimiz Feruza chaqqonlik bilan tugmachani bosdilar va sizning javobingiz? Surdo. Barakalla. Bu juda ham to'g'ri javob edi. Ya'ni surdo rivojlangan davlatlarda bu kasb egalariga jiddiy e'tibor berilar ekan. Endi esa navbat bizda ushbu mavzuning so'nggi 50 ballik savoliga. O'ylaymanki, bu savol ham ishtirokchilarimiz uchun qiyinchilik tug'dirmaydi va boshqa ishtirokchilarimizni ham faollikka chorlab qolamiz. Ushbu so'z inglizcha va fransuzcha kelib chiqishga ega bo'lib, o'zbekchada zamonaviy, hozirgi davrga mos, yangi uslubdagi kabi ma'nolarni bildiradi. Bu so'z bizda san'at, texnologiya, uy dizayni sohalarida ham ko'p qo'llaniladi. Diqqat, savol, ushbu so'zni toping. Vaqt ketdi. Demak, bizda 50 ballik savolimizga to'g'ri javob varianti bo'lmadi va bu savolning javobi modern edi. Ya'ni modern zamonaviy, hozirgi davrga mos va yangi uslubdagi kabi ma'nolarni bildirar edi. Mana azizlar, bizda ikkinchi turning birinchi mavzusi so'zdan so'zlar yasang ham Mana azizlar, bizda ikkinchi turning birinchi mavzusi bo'lgan so'zdan so'zlar yasang mavzusi ham o'z nihoyasiga yetdi. Endi esa navbat ikkinchi turning ikkinchi mavzusi bo'lgan matritsada TIM mavzusiga. Ushbu mavzu qonun qoidalarini tushuntirish uchun ekspertimiz Azamat Matkarimovga yuzlanamiz. Aziz yurtdoshlar, biz bu kabi mavzularni oldingi o'yinlarimizda ham o'ynaganmiz. Demak, bugungi o'yinimiz mavzusi matrisada TIM. Bunda albatta javoblarda TIM harflari ketma-ket kelishi kerak. Masalan,
xotima yoki bo'lmasa Timor orollari kabi so'zlardan iborat bo'lishi kerak. Demak, ushbu, ya'ni matrisada TM mavzusi ishtirokchilarimizga tushunarli bo'lgan bo'lsa, biz ikkinchi turning ikkinchi mavzusini boshlaymiz. Demak, ishtirokchilar ushbu mavzuning qonun qoidalari bilan ham tanishib olgan bo'lsangiz, men 10 ballik savolni o'qib eshittiraman. Bizda agar oilada egizak qizlar tug'ilsa, qizlardan birining ismiga Zuhra, ikkinchi qizning ismiga esa ushbu ismni qo'yishganini ko'p bor guvohi bo'lganmiz. Ushbu ism aslida arabchadan kirib kelgan bo'lib, yomonlikdan tiyilgan, ba'zi talqinlarda esa farzandini yomonlikdan asragan ona ma'nolarini bildiradi. Diqqat, savol ushbu qizlar ismini toping. Vaqt ketdi. Ikkinchi raqamli ishtirokchimiz Shohjahon, sizning javobingiz Fatima. Barakalla. Bu juda ham to'g'ri javob edi. Bu yerda aynan Fatima ismi haqida gap ketayotgan edi. Endi esa navbat bizda 20 ballik savolga. Rejissyor Shuhrat Abbosov va ssenariy muallifi Rahmat Fayzi boshchiligida ushbu o'zbek filmi olingan. Ushbu filmda bosh rollarni Obid Jalilov, Lutfi Sarimsoqovalar o'ynagan. Diqqat, savol ushbu film nomini 3 so'z bilan ayting. Vaqt ketdi. Demak, bizda birinchi raqamli ishtirokchimiz Feruza, sizning javobingiz Sen yetim emassan film. Barakalla. Bu juda ham to'g'ri javob edi. Ya'ni bu yerda aynan Sen yetim emassan filmi nazarda tutilayotgan edi. Bilamizki, ushbu filmda bosh rollarni Obid Jalilov va Lutfi Sarimsoqovalar o'ynagan. Endi esa navbat bizda 30 ballik savolga. Masalan, qurilishda eng arzon materialni tanlash xavfli, eng qimmatini olish esa ortiqcha xarajat bo'lishi mumkin. Sifat va narx o'rtasidagi muvozanatni topish shunday tanlov deyiladi. Diqqat, savol shunday o'rnidagi o'zbekcha bo'lmagan so'zni ayting. Vaqt ketdi. Demak, bizda 30 ballik savolimizga ishtirokchilarimiz tomonidan to'g'ri javob varianti bo'lmadi va bu savolning javobi optimal edi. Ya'ni qurilishda eng arzon materialni tanlash xavfli, eng qimmatini olish esa ortiqcha xarajat bo'lishi mumkin. Sifat va narx o'rtasidagi muvozanatni topish optimal tanlov deyilar ekan. Endi esa navbat bizda 40 ballik savolga. Nodir yomg'ir yog'ishni boshlaganini ko'rib, yugurishga chiqa olmasligini sezdi. Keyin u uyda mazza qilib film tomosha qilish haqida o'ylay boshladi. Diqqat, savol ushbu holatda Nodirni qanday odam deyish mumkin? Vaqt ketdi. ballik savolimizga ham ishtirokchilarimiz tomonidan to'g'ri javob varianti bo'lmadi va bu savolning javobi optimist edi. Ya'ni ushbu holatda Nodirni optimist desak ham bo'ladi. Endi esa navbat bizda matritsada TIM mavzusining so'nggi 50 ballik savoliga. Ushbu shahar AQShning Merilend shtatida joylashgan. Mashhur amerikalik yozuvchi va shoir Edgar Allan Poe umrini oxirini ushbu shaharda o'tkazgan va shu shaharga dafn etilgan. Diqqat, savol, ushbu shahar qanday nomlanishini toping. Vaqt ketdi. Mana aziz yurtdoshlar, bizda ishtirokchilarimiz tomonidan 50 ballik savolimizga to'g'ri javob varianti bo'lmadi va bu savolning javobi Baltimore edi. Ya'ni Edgar Allan Poe umrini oxirini Baltimore shahrida o'tkazgan va shu shaharda dafn etilgan ekan. Mana aziz yurtdoshlar, bizda ikkinchi turning ikkinchi mavzusi bo'lgan matritsada TIM mavzusi ham o'z nihoyasiga yetdi. Endi esa navbat ikkinchi turning 3-mavzusi bo'lgan kimyoviy elementlar mavzusiga. Ushbu mavzuni boshlashdan oldin men Xolidaga bir savol bilan yuzlanmoqchiman. Xolida, siz kimyo faniga qiziqasizmi? Ha, albatta. Demak, ushbu fanni siz maktabda sevib o'qiysiz va a'lo baholar ham olasiz. Barakalla, unda biz sizni sinab ko'ramiz va ushbu savollar aynan siz uchun bo'lishi mumkin. Tayyor bo'lsangiz, 10 ballik savolni tinglang.
Ushbu kimyoviy element davriy jadvalning 9-tartib raqamida joylashgan bo'lib, u barcha elementlar ichida eng faol metalmas va eng kuchli oksidlovchi hisoblanadi. U och sariq rangli gaz bo'lib, inson salomatligida tish emalini mustahkamlash va kariyesning oldini olishda juda muhim rol o'ynaydi. Diqqat, savol: bu qaysi kimyoviy element? Vaqt ketdi. Demak, bizda ikkinchi raqamli ishtirokchimiz Shohjahon, sizning javobingiz? Ftor. Barakalla. Ftor javobi juda ham to'g'ri edi. Ftor shunchalik faolki, u deyarli barcha moddalar bilan reaksiyaga kirishadi. Shu sababli u tabiatda faqat birikmalar holida uchraydi. Endi esa navbat bizda kimyoviy elementlar mavzusining 20 ballik savoliga. Ushbu metaldan yasalgan buyumlar qadimda oltindan ham qimmatroq baholangan. U juda yengil, kumushsimon oq rangli metal bo'lib, havoda korroziyaga, ya'ni zanglashga uchramaydi. Bugungi kunda biz uni ichimlik idishlari, samolyot korpuslari va oshxona folgasida keng ishlatamiz. Diqqat, savol: bu qaysi element? Vaqt ketdi. Bizda birinchi raqamli ishtirokchimiz Feruza, sizning javobingiz? Alyuminiy. Barakalla. Alyuminiy javobi juda ham to'g'ri edi. Alyuminiy yer qobig'ida eng ko'p tarqalgan metal bo'lsa-da, uni sof holda ajratib olish texnologiyasi ancha kech kashf etilgan. Endi esa navbat bizda kimyoviy elementlar mavzusining 30 ballik savoliga. Ushbu kimyoviy element o'zining turli xil ko'rinishlari bilan hayratlanarli. Uning bir ko'rinishi tabiatdagi eng qattiq mineral olmos bo'lsa, ikkinchi ko'rinishi juda yumshoq va qora rangli grafitdir. Yerdagi barcha hayot shakllari aynan shu element zanjiriga asoslangan. Diqqat, savol: bu qaysi element? Vaqt ketdi. Bizda yana birinchi raqamli ishtirokchimiz Feruza, sizning javobingiz? Uglerod. Barakalla, Feruza, sizning javobingiz juda ham to'g'ri edi. Uglerod atomlari bir-biri bilan turli usullarda bog'lanib, mutlaqo turlicha xususiyatga ega moddalarni hosil qilar ekan. Endi esa navbat bizda kimyoviy elementlar mavzusining 40 ballik savoliga. Ushbu kimyoviy element davriy jadvalda 17-tartib raqamida joylashgan. O'tkir hidli, sarg'ish yashil rangli zaharli gazdir. U tabiatda sof holda uchramaydi, lekin uning natriy bilan birikmasini biz har kuni ovqatda ishlatamiz. Shuningdek, u hovuz suvini zararsizlantirishda keng qo'llaniladi. Diqqat, savol: bu qaysi element? Vaqt ketdi. Ikkinchi raqamli ishtirokchimiz Shohjahon, sizning javobingiz? Xlor. Barakalla. Xlor javobi juda ham to'g'ri edi. Xlor kuchli dezinfeksiyalovchi modda bo'lib, mikroblarni o'ldirish xususiyatiga ega. Mana azizlar, biz kimyoviy elementlar mavzusining so'nggi 50 ballik savoliga ham yetib keldik. Ushbu element 1898-yilda Maria va Pierre Curie tomonidan kashf etilgan bo'lib, o'ta kuchli radioaktivlik xususiyatiga ega. U qorong'ida ko'kimtir nur sochadi. Element nomi Maria Curiening vatani hisoblangan Polsha davlati sharafiga qo'yilgan. Diqqat, savol: gap qaysi element haqida ketmoqda? Vaqt ketdi. Birinchi raqamli ishtirokchimiz Feruza, sizning javobingiz? Poloniy. Barakalla. Poloniy javobi juda ham to'g'ri edi. Poloniy juda kamyob element bo'lib, u asosan uran rudalarining parchalanishi mahsuloti sifatida hosil qilinadi. Mana azizlar, bizda ikkinchi turning 3-mavzusi bo'lgan kimyoviy elementlar mavzusi ham o'z nihoyasiga yetdi. Endi esa navbat ikkinchi turning 4-mavzusi bo'lgan qiziqarli geografiya mavzusiga. Tayyor bo'lsangiz, 10 ballik savolni tinglang. Ushbu qit'a yer yuzidagi eng katta maydonni egallaydi va aholisi soni bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda turadi. Dunyodagi eng baland nuqta Everest ham aynan shu qit'ada joylashgan. Diqqat, savol: gap qaysi qit'a haqida ketmoqda? Vaqt ketdi. Ikkinchi raqamli ishtirokchimiz Shohjahon, sizning javobingiz? Osiyo. Barakalla. Osiyo javobi juda ham to'g'ri edi. Osiyo dunyoning qariyb 60% aholisini o'z ichiga oladi va barcha iqlim mintaqalari mavjud bo'lgan yagona qit'adir. Endi esa navbat bizda qiziqarli geografiya mavzusining 20 ballik savoliga. Ushbu ko'l Markaziy Osiyodagi eng yirik suv havzalaridan biri hisoblanadi. Uning o'ziga xosligi shundaki, ko'lning g'arbiy qismi chuchuk suvdan, sharqiy qismi esa sho'r suvdan iborat.
Diqqat, savol bu qaysi ko'l? Vaqt ketdi. Bizda birinchi raqamli ishtirokchimiz Feruza, sizning javobingiz? Issiqko'l. Afsuski, bu noto'g'ri javob edi. Boshqa ishtirokchilarimizda to'g'ri javob berish imkoniyati hali ham mavjud. Mana azizlar, bizda 20 ballik savolimizga ishtirokchilarimiz tomonidan to'g'ri javob varianti bo'lmadi va bu savolning javobi Balxash edi. Ko'lning ikki qismini tor, uzun orol bo'g'izi ajratib turadi. Bu esa suvning aralashib ketishiga to'sqinlik qiladi. Endi esa navbat bizda qiziqarli geografiya mavzusining 30 ballik savoliga. Ushbu shahar Germaniyaning dunyoga ochilgan darvozasi hisoblanadi. U mamlakatning eng yirik port shahri bo'lib, Elba daryosi bo'yida joylashgan. Shuningdek, u ko'priklari soni bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda turadi. Diqqat, savol bu qaysi shahar? Vaqt ketdi. Bizda 30 ballik savolimizga to'g'ri javob varianti bo'lmadi va bu savolning javobi Gamburg edi. Gamburgda 2500 ga yaqin ko'prik mavjud bo'lib, u Yevropaning eng muhim logistika markazlaridan biridir. Mana azizlar, biz qiziqarli geografiya mavzusining 40 ballik savoliga ham yetib keldik. Kavkaz ortida joylashgan ushbu davlatning dengizga chiqish yo'li yo'q. U g'arbda Turkiya, shimolda Gruziya, sharqda Ozarbayjon va janubda Eron bilan chegaradosh. Poytaxti Yerevan shahri hisoblanadi. Diqqat, savol bu qaysi davlat? Vaqt ketdi. Demak, bizda 40 ballik savolimizga to'g'ri javob varianti bo'lmadi va bu savolning javobi Armaniston edi. Armaniston yer maydonining katta qismi tog'li hududlardan iborat bo'lib, kichik Kavkaz tog' tizmasida joylashgan. Endi esa navbat qiziqarli geografiya mavzusining so'nggi 50 ballik savoliga. Ushbu shahar Tedengon daryosi sohilida joylashgan bo'lib, Koreya yarim orolining shimoliy qismidagi eng yirik siyosiy va madaniy markazdir. Shahar nomi tekis hudud degan ma'noni anglatadi. Diqqat, savol, gap Shimoliy Koreyaning poytaxti hisoblanadigan qaysi shahar haqida ketmoqda? Vaqt ketdi. Bizda ikkinchi raqamli ishtirokchimiz Shohjahon, sizning javobingiz? Pxenyan. Barakalla, bu juda ham to'g'ri javob edi. Pxenyan Koreya tarixidagi eng qadimiy shaharlardan biri bo'lib, u uzoq vaqt davomida qadimiy Koreya davlatlarining poytaxti bo'lgan. Demak, Pxenyan javobi sizga 50 ballik savolimizga to'g'ri javob berish imkoniyatini berdi va 50 ballni qo'lga kiritganingiz bilan sizni tabriklaymiz. Mana azizlar, bizda ikkinchi turning 4-mavzusi bo'lgan qiziqarli geografiya mavzusi ham o'z nihoyasiga yetdi. Endi esa navbat 5-mavzu, ya'ni poytaxtlar mavzusiga. Tayyor bo'lsangiz, 10 ballik savolni tinglang. Ushbu shahar Markaziy Osiyodagi qo'shni davlatlardan birining poytaxti bo'lib, u Tianshan tog' tizmasi etaklarida Chuy vodiysida joylashgan. Shahar o'zining keng ko'chalari, ko'plab bog'lari va Sovet davri me'morchiligi bilan ajralib turadi. 1991-yilgacha u Frunze deb atalgan. Diqqat, savol, bu qaysi shahar? Vaqt ketdi. Bizda ikkinchi raqamli ishtirokchimiz Shohjahon, sizning javobingiz? Dushanbe. Afsuski, bu noto'g'ri javob edi va boshqa ishtirokchilarimizda to'g'ri javob berish imkoniyati hali ham mavjud. Mana azizlar, bizda poytaxtlar mavzusining ilk 10 ballik savoliga to'g'ri javob varianti bo'lmadi va bu savolning javobi Bishkek edi. Bishkek Qirg'iziston Respublikasining siyosiy, iqtisodiy va madaniy markazi hisoblanadi.
Endi esa navbat bizda 5-mavzu poytaxtlar mavzusining 20 ballik savoliga. Ushbu shahar Shimoliy Amerikadagi eng yirik megapolislardan biri bo'lib, u dengiz sathidan 2240 metr balandlikda joylashgan. U qadimiy Azteklar poytaxti Tenochtitlan xarobalari ustiga qurilgan. Shahar o'zining tarixiy markazi va Zakola maydoni bilan mashhur. Diqqat, savol: bu qaysi poytaxt shahar? Vaqt ketdi. Birinchi raqamli ishtirokchimiz Feruza, sizning javobingiz Mexiko. Barakalla. Bu juda ham to'g'ri javob edi. Mexiko dunyodagi eng qadimiy va eng aholisi ko'p shaharlardan biridir. U davlat nomi bilan bir xil ataladi va Meksika Birlashgan Shtatlarining poytaxti hisoblanadi. Demak, Mexiko javobi sizga 20 ballik savolimizga to'g'ri javob berish imkoniyatini berdi. Endi esa navbat bizda 30 ballik savolga. Ushbu shahar Janubiy Sharqiy Osiyodagi arxipelag davlatning poytaxti bo'lib, u dunyodagi eng zich joylashgan shaharlardan biri hisoblanadi. Shahar Pasig daryosi bo'yida Luzon orolida joylashgan. U uzoq vaqt Ispaniya mustamlakasi bo'lgani sababli shaharda Intramuros deb ataluvchi qadimiy qal'a saqlanib qolgan. Diqqat, savol: bu qaysi poytaxt shahar? Vaqt ketdi. Ikkinchi raqamli ishtirokchimiz Shohjahon, sizning javobingiz Jakarta. Afsuski, bu noto'g'ri javob edi. Boshqa ishtirokchilarimizda to'g'ri javob berish imkoniyati hali ham mavjud. Demak, bizda 30 ballik savolimizga to'g'ri javob varianti bo'lmadi va bu savolning javobi Manila edi. Manila Filippin davlatining poytaxti bo'lib, u mamlakatning iqtisodiy va madaniy yuragi hisoblanadi. Endi esa navbat bizda poytaxtlar mavzusining 40 ballik savoliga. Ushbu shahar Yevropaning shimolida, Skandinaviya mintaqasida joylashgan. U dunyodagi eng qadimgi qirollik poytaxtlardan biri bo'lib, o'zining kanallari, rang-barang uylari va velosiped yo'lakchalari bilan mashhur. Shahar ramzi sifatida dengiz qirg'og'idagi suv parisi haykali xizmat qiladi. Diqqat, savol: bu qaysi poytaxt shahar? Vaqt ketdi. Mana azizlar, bizda 40 ballik savolimizga ishtirokchilarimiz tomonidan to'g'ri javob varianti bo'lmadi va bu savolning javobi Kopengagen edi. Kopengagen Daniya qirolligining poytaxti bo'lib, u dunyodagi eng yashash uchun qulay va ekologik toza shaharlardan biri deb tan olingan. Endi esa navbat bizda poytaxtlar mavzusining so'nggi 50 ballik savoliga. Ushbu shahar Sharqiy Yevropadagi davlatning poytaxti bo'lib, u o'zining go'zal me'morchiligi sababli Sharqiy Parij deb ham ataladi. Shaharda dunyodagi eng yirik ma'muriy binolardan biri parlament saroyi joylashgan. U Dunay daryosining irmog'i bo'lgan Dimbavitsa daryosi bo'yida joylashgan. Diqqat, savol: bu qaysi poytaxt shahar? Vaqt ketdi. Mana azizlar, bizda poytaxtlar mavzusining so'nggi 50 ballik savoliga to'g'ri javob varianti bo'lmadi va bu savolning javobi Buxarest edi. Buxarest Ruminiya davlatining poytaxti bo'lib, shahar afsonaga ko'ra Buxur ismli cho'pon tomonidan asos solingan bo'lib, uning nomi quvonch ma'nosini anglatadi. Mana azizlar, bizda ikkinchi turimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Endi esa ikkinchi tur natijalari va bilimdonlarimizning ishtirokini bilish uchun ekspertimiz Azamat Matkarimovga yuzlanamiz.
Mana aziz yurtdoshlar, ko'rib turganingizdek, bizda bugungi o'yinimizning ikkinchi turi ham murosasiz bahslarga boy bo'ldi va unda barcha ishtirokchilarimiz bugungi, ya'ni ikkinchi turdagi barcha savollarga deyarli to'g'ri javob variantini berishdi. Demak, biz siz azizlarga ishtirokchilarimizning ikkinchi tur va jami ikkita tur yakuni bo'yicha to'plagan ballarni o'qib eshittiramiz. Demak, bizda birinchi raqamli ishtirokchimiz Feruza Abdullayevada ikkinchi tur yakuni bo'yicha to'plagan ballari 200 ballni va jami ikkita tur yakuni bo'yicha to'plagan ballari 480 ballni tashkil qiladi. Ikkinchi raqamli ishtirokchimiz Shohjahon Odilbekovda ikkinchi tur yakuni bo'yicha to'plagan ballari 80 ballni va jami ikkita tur yakuni bo'yicha to'plagan ballari 150 ballni tashkil qiladi. Va uchinchi raqamli ishtirokchimiz Xolida Rustamova ikkinchi tur yakuni bo'yicha to'plagan ballari 0 ballni va jami ikkita tur yakuni bo'yicha to'plagan ballari 30 ballni tashkil qiladi. Demak, aziz yurtdoshlar, biz endi final bahsiga yetib keldik va siz azizlarni final bahsi qonun qoidalari bilan qisqacha tanishtirib o'tamiz. Demak, bizda final bahsida ishtirokchilarimizga 4 ta mavzu taklif qilinadi va ishtirokchilar o'zlariga noqulay bo'lgan bittadan mavzuni tanlashadi va o'sha mavzu bugungi o'yinimizning final bahsini tark etadi va yakunda qolgan yagona mavzu bugungi o'yinimizning final mavzusi sifatida o'ynaladi. Shuningdek, final bahsida endi biz har bir savolning qiymatini 2 karra oshiramiz. Ya'ni endi biz final bahsida 20, 40, 60, 80 va 100 ballik savollarni o'ynaymiz. Demak, siz azizlarga final bahsi qonun qoidalari tushunarli bo'lgan bo'lsa, biz ishtirokchilarga omad tilagan holda final bahsini boshlaymiz. Demak, ishtirokchilarimiz tayyor bo'lsa, men final bahsining mavzularini o'qib eshittiraman. Demak, final bahsining birinchi mavzusi O'tkir Hoshimov asarlari, ikkinchi mavzu barcha javoblar K harfidan boshlanadi, uchinchi mavzu javobda bir bo'g'inli so'zlar, to'rtinchi mavzu davlat nomlari kelib chiqishi va Feruza, siz o'zingizga noqulaylik tug'diradigan bitta mavzuni ayting va ushbu mavzu bugungi o'yinimizni tark etadi. Davlat nomlari kelib chiqishi. Demak, to'rtinchi mavzu davlat nomlari kelib chiqishi mavzusi bugungi final bahsini tark etadi va Shohjahon, siz ham o'zingizga noqulaylik tug'diradigan bitta mavzuni ayting. O'tkir Hoshimov asarlari. Va birinchi mavzu O'tkir Hoshimov asarlari ham bugungi o'yinimizni tark etadi va Xolida, siz ham o'zingizga noqulaylik tug'diradigan bitta mavzuni tanlang. Javoblarda Q harfidan boshlanadi. Demak, barcha javoblar K harfidan boshlanadi mavzusi ham bugungi o'yinimizni tark etadi va final bahsining mavzusi javobda bir bo'g'inli so'zlar. Final bahsining ilk 20 ballik savolini tinglang. Hozirda dunyoda uning 4000 ga yaqini mavjud. Har yili ularning 14 tasi yo'qolib ketmoqda. Diqqat, savol, gap nima haqida ketmoqda? Vaqt ketdi. Birinchi raqamli ishtirokchimiz Feruza, sizning javobingiz Til. Barakalla. Sizning javobingiz juda ham to'g'ri edi. Bu yerda aynan til nazarda tutilayotgan edi. Bilamizki, har yili tillarning 14 tasi yo'qolib ketadi. Endi esa navbat bizda final bahsining 40 ballik savoliga. Uning qora, yashil, qizil, sariq turlari bor. U deyarli barcha xonadonda mavjud. O'zbekistonda uni qora va yashil turlarini ko'p iste'mol qilishadi. Diqqat, savol, u nima? Vaqt ketdi. Ikkinchi raqamli ishtirokchimiz Shohjahon, sizning javobingiz Choy. Barakalla. Bu juda ham to'g'ri edi. Bu yerda aynan choy nazarda tutilayotgan edi. Endi esa navbat bizda 60 ballik savolga. U eng arzon va eng qimmat mulk. Undan to'g'ri foydalanilsa, dahoga aylanish mumkin. U pulga ham tenglashtiriladi. Diqqat, savol, uni nimaligini toping. Vaqt ketdi. Ikkinchi raqamli ishtirokchimiz Shohjahon, sizning javobingiz Vaqt. Barakalla. Bu juda ham to'g'ri javob edi. Ya'ni vaqtni pulga ham tenglashtiramiz. Endi esa navbat bizda 80 ballik savolga. Amerikada ishlab chiqariladigan tuzning 3dan 1 qismi qishda ularni eritish uchun ishlatilar ekan. Diqqat, savol, ularni toping. Vaqt ketdi. Birinchi raqamli ishtirokchimiz Feruza, sizning javobingiz Qor. Barakalla, sizning javobingiz juda ham to'g'ri. Bu yerda qor yoki muz nazarda tutilayotgan edi. Tuz orqali yo'ldagi qorlarni yoki muzlarni eritganlar. Endi esa navbat bizda final bahsining va bugungi o'yinimizning so'nggi 100 ballik savoli.
Hindu qabilalari u haqida urushning kichik ukasi degan fikr bildirishgan. Pierre de Coubertin esa uni tinchlik elchisi deb atagan. Diqqat, savol, uni bir bo'g'inli so'z bilan ayting. Vaqt ketdi. Uchinchi raqamli ishtirokchimiz Xolida, sizning javobingiz Jang. yo'q. Afsuski, bu noto'g'ri javob edi. Boshqa ishtirokchilarimizda to'g'ri javob berish imkoniyati hali ham mavjud. Mana azizlar, bizda bugungi o'yinimizning final bahsining so'nggi 100 ballik savoliga ishtirokchilarimiz tomonidan to'g'ri javob varianti bo'lmadi va bu savolning javobi sport edi. Ya'ni sport, Hindu qabilalari sport haqida urushning kichik ukasi degan fikr bildirgan. Mana azizlar, bizda ushbu mavzuning so'nggi savol ham o'z nihoyasiga yetdi. Endi esa ushbu o'yinda bilimdonlarimizning ishtiroki va ular to'plagan umumiy ballarni bilish uchun ekspertimiz Azamat Matkarimovga yuzlanamiz. Marhamat. Mana aziz yurtdoshlar, bizda bugungi o'yinimizning final bahsi ham o'z nihoyasiga yetdi va unda, ya'ni ishtirokchilarimiz final bahsida ancha faol ishtirok etishdi va barcha savollarga javob berishga harakat qilishdi. Demak, biz siz azizlarga final bahsi va bugungi o'yinimizdagi umumiy natijalarni o'qib eshittiramiz. Demak, bizda 3-raqamli ishtirokchimiz Xolida Rustamova final bahsida to'plagan ballari -100 ballni va jami o'yinimiz davomida to'plagan ballari -70 ballni tashkil qiladi. Ikkinchi raqamli ishtirokchimiz Shohjahon Odilbekovda final bahsida to'plagan ballari 100 ballni va o'yinimiz davomida to'plagan ballari 250 ballni tashkil qiladi. Va bugungi o'yinimiz g'olibi bo'lgan, shu bilan birgalikda oy finaliga yo'l olgan birinchi raqamli ishtirokchimiz Feruza Abdullayevada final bahsida to'plagan ballari 100 ballni va jami o'yinimiz davomida to'plagan ballari 580 ballni tashkil qiladi. Bugungi o'yinda ishtirok etgan uchala ishtirokchiga ham albatta biz o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Xolida, Shohjahon, sizni bugungi o'yindagi ishtirokingiz uchun chuqur minnatdorchilik bildiramiz va Feruza, sizni oy finaliga yo'l olganingiz bilan tabriklaymiz va mana bu olqishlar esa siz uchun. Ilm eng qimmatbaho boylik. Shuning uchun ilm olishdan hech qachon to'xtamang. Keyingi efirlarimizda ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'ling.